o'tamiz. Birinchi o'yin haqida. Assalomu alaykum barchaga. Biz bugun haqiqiy kubok o'yinini ko'rdik. Kubok o'yinlarida ko'p gollar bo'lib turadi. Buni o'zingizlar amalda ko'rdinglar. Biz xato bilan boshladik o'yinni. 2-0 bu juda katta hisob. Shunga qaramasdan biz o'yinga qaytib oldik. O'yinni eng o'sha hal qiluvchi vaziyati menimcha o'sha penalti uchligida balki bir ko'rib chiqilish kerak edi yoki qaror bo'lish kerak edi. Albatta Alibek Davronovni bizda og'ir ahvolda qoldirgani bo'ldi. Bugun mag'lubiyatga uchradik. Paxtakor jamoasini bu g'alaba bilan, keyingi etap bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Nasaf jamoasi mana qatorasi 2-yil kubokda guruhda qolib ketdi. O'tgan mavsum Superliga chempioniga aylangandi. Bu yil kubokni qurbon qilish qanchalik tavakkal bo'ldi? Chunki baribir bu yil jamoalar ancha kuchaygan avvalgi yilga nisbatan. Biz to'g'ri, o'zlaring ham ko'rib turibsizlar, kubok turniriga juda ham yonayotganimiz yo'q. Kubokni qo'lga kiritaylik deb. Chunki agar biz albatta chiqishni xohladik, bugun o'sha kam o'ynagan o'yinchilarga imkoniyat berdik. Bundan ham so'zsanglar bo'ladi. Asosiy vazifamiz boshqa e'tiborimiz boshqa o'yinlarga bo'ladi. Biz kubokdan chiqqanimiz bilan bilasizlar, agar Liga Chempionlar o'yinlari bilan bir vaqtda kelib qolsa, biz juda ham ko'p o'yinlarni og'ir yukni ko'tarishga to'g'ri kelib qoladi. O'sha uchun bu bilan biz kubokka e'tiborsiz bo'ldik demadik, lekin bugun ko'rdinglar, juda ham bu o'yinga tayyorgarligimiz oldingiga tarkibimizni o'zgartirishga harakat qildik. Menimcha bugun ham shunga qaramasdan yana bir qaytarib aytaman, biz o'yinga qaytib oldik, xatolar bilan boshlaganimiz bilan. Lekin ba'zi bir vaziyatlar bo'ldi, o'yinga ta'sir qiladigan jihatlar. Menimcha o'zlaring tushundinglar. Savollar bormi? Rahmat. Savolim Aleksandr Varoviy haqida. Umuman mana shu darvozabon bugungi o'yinda 6 ta gol o'tkazdi. Shaxsan o'zim birinchi o'yindan so'ng Abduvohid Ne'matovni maydonga tushirishni kutgan edim, lekin aynan Varoviyni transferi qanchalik xato bo'ldi va jamoa kubokdan chiqib ketdi. Undan buyon Superliga har bitta o'yin jiddiy. Demak, unda boshqa rotatsiya qilish imkoni yo'q. Ana uning bugungi o'yiniga, harakatlariga qanaqa baho berasiz? Ikkalasi ham yaxshi harakat qilyapti, mashg'ulotlarda yaxshi ishlayapti. Biz eslaringda bo'lsa Xorazm bilan ham unga imkoniyat berib ko'rdik. Bundan oldingi o'yinda vaqtda ham xatolar bo'ldi. O'sha uchun qo'limizdagi o'yinchilarga hammasiga imkoniyat berib ko'rishimiz kerak. Hozir siz Varoviy haqida gapiryapsiz, uni transferi bizga tekin bo'lgan. U biz uchun qimmat o'yinchi emas, arzon o'yinchi. Biz o'sha zapas variant qilib uni olganmiz. Chunki umid ketib qolgandan keyin. Varoviyga emas, bugun faqat boshqa o'yinchilarga ham imkoniyat berdik. Ko'rdinglar, tekda yosh o'yinchilarni o'ynatdik. Menimcha bugun meni eng xursand qilgani o'sha Bahromovni bugun yaxshi harakat qilgani. Menimcha boshqalarga nisbatan ajralib turdi, ko'p ham mehnat qildi. O'sha darvozabonni faqat darvozabon xatosi emas, hujumda ham realizatsiya qilganda yetishmayapti. Keyin ba'zi vaziyatlarda hujumchilar tepishda qiynaldi. Maydon holati ta'sir qildimi yoki? Yo'q, menimcha bizda bugungi eng katta muammomiz himoyadagi o'yinimiz bo'ldi. Hujumda baribir qanchalik o'sha kam urgan bo'lishimiz mumkin, Paxtakordan kam urgan bo'lishimiz mumkin, lekin 3 ta to'p bu normal Paxtakor jamoasi bilan o'yinda. Lekin himoyadagi o'yinlarimiz albatta menimcha bu o'ylantiradigan holat. Paxtakor bugungi o'yinidan kelib chiqsak, jamoa Superligada ham chempionlik uchun kurashga qayta oladi bo'lasizmi? Bilmadim endi. Paxtakorda bilasizlar, bu ambitsiya bor. Paxtakor bu brend. Paxtakorda yaxshi tarkib bor. Juda yaxshi tarkib bor. Lekin chempionlik uchun nafaqat Paxtakor, balki ko'p jamoalarda imkoniyat bor. Hozir ko'ryapsizlar, chempionatimizda qizg'in pallada kutilmagan natijalar ko'p. O'sha o'rinlar uchun kurashadigan jamoalarni biz ko'ryapmiz, har yilgiga nisbatan ko'proq bo'lib ketdi. Menimcha eng qiziq chempionatlardan biri bo'ladi. O'sha uchun mavsumni hali ko'p qismi oldinda barcha ko'p jamoalarda chempionlik uchun menimcha imkoniyat bo'ladi. Paxtakorda ham bo'lsa kerak menimcha. Oxirgi savolim, aynan bu yilgi mavsumda sizda hujumda tanlov imkoniyati juda ko'p. Cheran bor, Xebay bor, Norchayev va bu boshqa hamma murabbiylar orzu qiladigan hujumchilar desak bo'ladi. Aynan shundan kelib chiqib bu yilgi mavsumda jamoangizdagi hujumchilarning ishlariga qanchalik baho bera olasiz va aynan Cheranga to'xtalsak, Cheran oldin Paxtakorda ko'p gol urdi va bu yil Nasafda biroz vazifasi o'zgargandek tuyulmoqda. Ya'ni
o'yinda? O'zi bilasizlar, Cheran oldindan o'sha ikkinchi hujum ortida yaxshi o'zini his qilardi. Biz o'sha yerda ko'proq foydalanyapmiz. Uni nafaqat ko'ryapsizlar, har bir o'yinda maksimal harakat qilib, jamoaga yordam berishga harakat qilyapti. Hujumchilar bilasizlar, ikkita hujumchi bizni tark etdi. Bu Abduxoliq bilan Marushich. Ular ham jamoamizga katta yordam etdi. Ularning o'rniga Norchayev bilan Qibayni taklif qildik. Bu hujumchilar bilan menimcha mavsumgacha harakat qilamiz, mavsum davomida. Rahmat.